Qadrli ustozlar, sizlarga bugun bir tavsiya bermoqchiman. Xohlasanglar bir metod deb tushunishingiz ham mumkin. Har zamonda bo'lsa ham o'quvchingiz bilan vazifangizni almashib turing. Ya'niki, bugun sen o'qituvchisan, men esa o'quvchi. Xohlagan mavzuyini 10 minut vaqt ichida chiroyli qilib tushuntirib, o'quvchilarni jalb qilgan holatda yetkazib ber deb aytishingiz mumkin. Bu orqali siz o'quvchini yana ham yaxshiroq izlanib, tahlil qilib, darsni mustahkamlab olishiga undagan bo'lasiz. Ya'niki u o'ylaydi, qaysi mavzuni o'tsam ekan, unda nimalar bor edi, qanday misollar keltirib dars o'tishim kerak degan ko'proq izlanishda, fikrda bo'ladi. Siz o'quvchilarni xohlasangiz darsingizga jalb qilolmayotgan o'quvchilarga aytishingiz mumkin. Senda zo'r pedagog mahoratini ko'rdim yoki zo'r ustoz chiqadi sendan. Qani bugun bir o'zingni ko'rsatchi degan yaxshi gaplar bilan doskaga chiqarib, ularga vazifangizni yuklatishingiz mumkin. Yoki yana bir o'quvchilarda nimalar xohlayotganini bilishni istasangiz, xohlagancha o'zing qanday darsni xohlasang, shunday tarzda o'qituvchi vazifasida darsni o'tib ber deb ularga aytishingiz mumkin. Shunda bilib olasiz, ular nimalar xohlayapti, ularga nimalar kerak, qanday dars xohlayapti, shu tartibga yo'naltirib darsni o'tishingiz